Sajda oyatlarini eshitgan yoki o'qigan kishi sajda qilishi kerak ekan. Shu haqida to'liqroq ma'lumot bersangiz. Bismillahirrohmanirrohim. Darhaqiqat Qur'oni Karimni shu 14 ta joyida sajda oyatlari bor. Ya'ni Qur'on o'qiyotgan odam, xatm qilayotgan odam shu oyatni o'qidimi, shu sajda qilish kerak bo'ladi. Zimmasiga sajda qilish vojib bo'lib qoladi. Yoki eshitdimi, sajda qilish vojib bo'lib qoladi. Uni ma'nosini biladimi, bilmaydimi farqi yo'q. Chunki u oyatlar 14 ta joyida, Qur'onda 14 ta joy deyapmiz. U oyatlarni o'qisangiz, asosiy ma'no shu Alloh taolo tomonidan biz bandalarni sajda qilishlikka buyruqlar borda yerda. Ya'ni sajda qilinglar degan ma'no bor. Shunaqa ma'noni endi banda o'qigandan keyin, garchi ma'nosini tushunmasa ham, u demak sajda qilishga buyurilgan endi u. Sajda qilish vojib. Hatto hadisda keladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, sizlardan biringiz agar sajda qiladigan bo'lsa, sajda oyatini o'qib sajda qiladigan bo'lsa, shayton uni ko'rib qattiq yig'lab qochar ekanda. Aytar ekanki, "Ey voh, mana bu banda, bu inson sajda oyatiga buyurildi, mana oyatni o'qib turib sajda oyatiga buyurildi-da, bu sajda qildi bu. Mana valahul janna. Bunga jannat bo'ladi. Menga sajda qilishga buyurilgan edim" deb shayton o'zini. "Menga sajda qilishga buyurilgan edim, men lekin osiylik qildim, isyon qildim, sajda qilmadim. Fali annar" deydi hadisda. Ya'ni menga endi jahannam bo'lsin. Jahannam bo'ldi menga. Men jahannamiy bo'ldim degan mazmundagi hadis endi bu. Demak, mana shunday shu sajda oyati o'qildimi, buni ulamolar aytadilarki, shu joyni o'zida sajda qilgani yaxshi deydilar. Endi mabodo shu Qur'on o'qiyapti yoki eshitdi, sajda qiladigan sharoit yo'q. Bu keyinroq sajda qilsa ham bo'ladi endi. Gunohkor bo'lmaydi-yu, lekin zimmasida turadi. Agar mabodo shu sajda esidan chiqib qolib, sajda qilmay qo'ysa, u zimmasidagi bir vojib amalni bajarmasdan gunohkor bo'lib, unga oxiratda ham javobgar bo'ladi endi. Mana shunday narsa bu sajdaga endi namozda bo'ladigan bo'lsa, masalan, namozda o'qildimi, namozni ichida sajda qilish kerak deydi. Namozni ichidagini tashqarida uni qazosi yo'q. Namozda sajda qilmadingizmi, o'zingizdan gunohkor bo'lib qolasiz. Tashqarida uni qilib bo'lmaydi endi. Lekin namozdan tashqarida o'qilganda uni o'z-o'zidan shu paytda qilganingiz eng yaxshi. Hali yuqorida hadisda aytilgandek shaytonni, ya'ni yig'latib uni o'zingiz oldingizdan qochirishga bir sababchi bo'lasiz. Ham Allohning buyrug'iga amal qilib, joyida vojib amalni bajargan bo'ladi endi. Mana shu o'rinda ulamolar aytadiki, tarjimalarni eshitsachi deydi. Misol uchun Qur'onni bir chekadan o'qiyapti-da, o'zbekchasini yoki forschasini o'qiyapti, tarjimani o'qiyapti. Arabiy emas. Arabiy lafz o'qigan yo'q. Tarjimani o'qiydigan bo'lsa, unda odamni o'quvchining zimmasiga sajda qilish vojib emas deydilar. Faqat arabcha matn, Qur'on oyati o'qilsa, o'quvchiga-yu eshituvchiga o'z-o'zidan bu sajda qilish vojib bo'ladi. Endi qanday sajda qilinadi desa, buni kayfiyati oson. Bitta sajda qilinadi, bitta. Ya'ni u odam tahorat bo'lishi kerak, qiblaga qarab, xuddi namozga qanday tayyorgarlik qiladigan bo'lsa, xuddi shunday qiladi-da. Allohu akbar deb bitta sajda qiladi. Allohu akbar deb to'g'ri sajdaga boradi. Sajda qilib, sajdada 3 marta subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la deb, ya'ni Allohu akbar deb shuni qaytadi. Bo'ldi, mana bitta sajda. Bitta sajda, boshida bitta Allohu akbar bor, oxirida bitta Allohu akbar bordi. Hali sajdadan turgandan keyin attahiyot o'qish yo'q yoki salovat o'qishlar yo'q, faqat bitta sajda xolos. Mana shunday. Bitta, uni misol uchun xolasa o'tirgan joyda ele shundoq qilsa ham bo'laveradi. Yoki masalan tikka turgan bo'lsa, tikka turgan qilsa ham bo'ladi, farqi yo'q. Uni alohida bir tikka tur degan bir buyruq ham yo'q. Muhimi bitta sajda. Sajda bo'lsa bo'ldi. Demak, sajda mana shulardan iborat. Allohu a'lam bissavob.